Bir zumda tayyor bo'ladigan va judayam mazali turkcha taomni sizlar bilan birga tayyorlaymiz. 400 gram yog'siz qiymamizga 2 piyozni mayda qilib to'g'rab, tuz solib aralashtiramiz va qizigan yog'imizga qiymamizni solib qizarguncha qovuramiz. Tabga ko'ra paprika va quritilgan rozmarinni solib birpasga dimlab qo'yamiz. Lavash xamirlarimizni esa shunaqa ko'rinishda kesib olasiz va tayoqcha yoki trubachka orqali rulet shaklida o'rab olasiz. Tegini suvlash esingizdan chiqmasin. Aks holda qovurilayotganda xamirlaringiz ochilib ketishi mumkin. O'ragan xamirlarimizni esa shunaqa ko'rinishda kesib olamiz. Kesgan hamma tayoqchali xamirlarimizni qizigan yog'da ikki yog'i qizarguncha chiroyli qilib qovuramiz. Bu xamirlarning mazasi esa qisir-qisir, kumir-kumir, juda og'izda eriydigan bo'lib chiqadi. Likopchalarimizga suzmalarni solib, ustidan pishgan qiymalarimizni suzamiz. Qiymalarimizni solib bo'lgach, qarsillab qizarib pishgan lavash xamirli tayoqchalarimizni shunaqa quyosh shaklida chiroyli